Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana Asilbek FC 26 bu safarniki o'zgartirdim. Bugungi bir haftalik challenge'imiz. Mana shu ko'rib turayotgan 1000 talik extra time bo'ladi. Albatta video yana qiziqarli bo'ladi. O'tgan videodagi aksiya boom bo'lib ketdi, bir kunda yo'q. Shuning uchun yana bir haftalik challenge olmoqdaman. Bo'lmasa biz boshladik. Vaqt cho'zib o'tirmasdan. Birinchi kunimiz necha tushar ekan? 5 tadan. 8 birinchisidan. Endi ikkinchisi. Davay. 112 bersa, yo'q bermadi, yana 8 berdi. Qani bitta taktika qilamiz. Bunday qilamiz. Mana ketdi. Uchinchisi. Bitta 110 tutsa ham foydaga yuramiz. Voy. 107 yoki 500 ta tokencha. 107 mi yoki 500 ta tokenchami? Qarshi do'stlar, biz 107 ni oladigan bo'ldik. Biz mana 107 ni oladigan bo'ldik. Mana 107 ni ham oldik. To'rtinchisiga bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshinchisiga 7 ta bosamiz. Agar taktikamiz o'xshasa. 109. Shota biz hozir foydaga emas, zararga kirib ketdik. Agar bitta 110 tushirib bersa, foydaga kirib ketamiz. Bu yerdan 110 tushdi. Hammasi iste'mol qiladigan 110. Do'stlar, mana bizda 5 ta organik sataymizda o'yinchilarimiz. 5 talik. Angliya. Lebe. Klub. Bunga 5 taligimiz. Endi ikkinchi kunga o'tamiz. Xo'p do'stlar, mana bizda bugun ikkinchi kunimiz. Ikkinchi kunimizda albatta biladiganlar biladi. Ikkinchi 1000 talik pakimizni ochamiz. Albatta bu pak extra time'da joylashgan. Xo'p, 8 tushdi. Hozircha yaxshimas. Keyingilarini ko'ramiz. Foyda qilish kerak, foyda bu yerda. Ana o'sha birinchi 110 bor. Keyin ketdi mana uchinchisi. Yana bitta 110 tushib bersa agar, bu cho'tki bo'lar. Yo'q, 110 tushdi bu safar. Bizga 1000 ta tokencha kerak emas. Deb ochmayman men unaqa. Xo'p, mana taktika qildik. Hali bitta 113. Bu yerdan hech kim 113 tushlamagan bo'lsa kerak. Voy, yaxshi. Bitta 111. Ikkinchi kun chota omadli kelyapti. 1 2 3 4 taktika qilib tashlaymiz. Taktika. Ket. Go. Hop. Hariyat 8 tushdi. O'sha minusga kirardik. Hop, endi bugungi olgan odamlarimiz ko'ramiz. Mana aytganimdek, extra time'dan 1000 talikdan tushgan odamlar. Albatta biz foyda qildik. Ispaniya, Rashid, Pisakli va Raul Albiol. Mana 100% foyda qildik. Xo'p, endi 3-chi kunga o'tamiz. 3-chi kunga o'tishib olishimizdan oldin aytib qoldi, bir video cho'zilsin deb bitta 10.000 talik bu yangi extra time bilan 5000 talik ochamiz. Ikkasidan ham tokencha chiqsa, Star Scout'ni ham ochib yuboramiz. Bo'lsa birinchi 5000 talik extra time 1 2 3 bosdik mana. Hop, 150 ta tushib qolsak yomon. Hop, 3.5 ta token yaxshi. Hop, agar endi bu yerdan bitta 116 chiqsa, to'rtayla yana ikkita 5000 talikmi yo'q bundanmi? Mayli, 10.000 talikni ochaveramiz. Xo'p do'stlar, bitta 115 tushib bersa, ana ket. Go. Kim tushadi? 111. 7.5 ta chiqdi. Yaxshi. Demak, anim bilan 10.000 ta bo'ladi. Endi extra time'larni olamiz.
Hop do'stlar, mana shuncha urindik, hech kim chiqmadi. Ukamni o'zi ham yo'q dedi. Buni o'rniga 3000 talik ochamiz. 3000 talik bu yoqdan bizga mana shu vidich kerak. Zo'r bo'lardi. O taktika qilib olamiz. Endi boshdik. Давай видичni ber. 750 bo'lak свечей. O endi kim ekan qizlar? Juda qiziq. Angliya, seni, Everton, Abu, Bizomir, Hal. Hop, endi aniq do'stlar 3-kunga o'tsak ham bo'ladi. Hop do'stlar, bugun biz yana mana endi 3-kunga o'tsak ham bo'ladi. O'sam hozir bizda 2,5 mingta shuki o'tgan safar 10 mingta ochgandim. 111 tushib qoldi. Lekin o'tgan safargisi 113 tushgan yaxshi bo'ladi. Hop, birinchisidan 109. Hozircha yomon ketmayapti. Agar bitta 111 tushib esa, bu juda zo'r bo'lardi. Bu yerda necha? 113 tushdi. Endi yana ikkita time qilamiz. Hop do'stlar, bo'lsa bizda 3-sindan hatto 111 tushsa ham yaxshi bo'lardi. Va necha? Yana 109. Hop, hozircha ikkita 109, bitta 110 bo'ldi. Hop, endi bunisidan. O, yaxshi. 111 chotki. Endi yana bitta 500 tagina tokenchani olamiz. Hop do'stlar, mana 4 mingta bo'ldik sataymiz. Taktika oldik. Mana oxirgisi bu yerdan ham bitta 111 tushsa agar. Yo'q, mingta tushdi. Hop, 8 olamiz. Bo'lmasa 3-kunimiz tugadi. 4-kunga olg'a. Hop do'stlar, bo'lmasa bizning bugun 4-kunimiz. Va bizda yana 13 ming teksa time bor. Biz birinchi bundan ochamiz. Bundan chiqqani bunga ketadi. Bo'lmasam taktika qilib ochamiz. Agar bitta 115 tushsa zo'r bo'lardi. Atak 113 tushsa ham o'zini qoplaydi, lekin hop, yes. Bostik va bu yoqdan bizga necha tushadi? Bu 113 kanti tushdi. O'zini unisini qopladi, lekin o'zini 10 ming teksa tamini qopladi. Endi hozir 10 mingtaga tiqib 1000 talikdan ochamiz. Hop do'stlar, undan oldin biz 3 ta 1000 talikdan ochamiz. Bundan chiqqanlarini yana 1000 talikka tiqamiz. Yaxshi, lekin kanti chiqqani 110. Hop, endi ikkinchisidan necha tushadi ekan? Yana bitta 111 tushib esa, lekin yana o'zini qoplaydi. 108 tushdi. Hop, mayli. Hop, taktika qilamiz. Hoppa. Bu yoqdan ham bitta 113 tushib qolsa, lekin biznes bo'lardi. Yo'q. 109. Endi X tamlarni qo'yib yana qaytamiz. Bu mesela bizga tushgan Kanteni walkoutini ko'ramiz. Fransiya, Senegal, Argentina, va biz Kanten. O mana biz 3000 tekisi ta'min oldik. Oxirgi ikkitamizni ochamiz. Agar 111 tushsa, lekin atak normal foyda bo'ladi. Hop. Bu yerdan 110 Felix tushdi. Endi va oxirgisi necha.
Bu yerdan bir 8 tushdi. Hop, bo'lmasa do'stlar, bugungi bizda 4-kunimizdan tugadi. Bo'lmasa 5-kunga o'tishimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Shu 2 o'zgina qoldi. Bir haftalik challengelar hali yana ko'proq chiqadi. 4 eventida ham hali ko'proq bir haftalik challengelar chiqadi. Albatta videoga like bosib qo'yinglar. Hop do'stlar, mana bo'lmasa bizda bugun 5-kunimiz. 5-kunimizda yana 5 ta mingtalik ochamiz. Omad keladimi bugun, kelmaydimi, u yog'ini ko'ramiz. Birinchidan 108. Hop, endi ikkinchisidan hadya 111 tushsa foyda qilardik. Jam 3 ta toping va bitta 9. Yomon ketyapti. Hop, mana uchinchisi. Bu yaxshi 111. Biz foydadamiz, foydada. 1,5 mingta foydada. 5 mingta tikib 4,5 mingta qilyapmiz. Ikkita taymimizni. Juda yaxshi. Hop, oxirgisi 5-kunimizni. Haliya bir so'qish qilay. Hop, mana 5 ta ochdik. Endi ulardan tushgan odamlarni ko'rib chiqamiz. Hop do'stlar, mana ulardan tushgan odamlar va walkout 100%. Zaten İspanya. Yine saçta. Bir sefer lekin walkout'a 5 ketganman. Hop, 111 Raul Albiol. 111, 109, 108. Endi 6. Hop do'stlar, bugun bizda bo'lmasa 6-kunimiz va omad keladimi, kelmaydi, buni video davomida ko'rib olamiz. Hop, birinchisidan yaxshi 111. Albatta 111 ni olamiz. Hop, endi ikkinchisi taktika qilamiz deb bittada yesti bo'lsamiz. Va bu yerdan bizga necha tushadi? Dale yaxshi Griezmann 112. Hozircha bugun chota zo'rmi deyman-da. Hop do'stlar, cho'tga ketyapti. Bu yerdan mingta token va 107 kimni olamiz bu yerdan? Chota qiyin tanlovda. Keyin mana shu 107 ni olaveramiz. Hop. Endi 4-chisini ochamiz. Va bu yerdan bizga ham bitta 111 tushsa, bu yerda nechi? Ikkita 108. Mana shuni olaveramiz. Hop, va oxirgisi do'stlar. Necha tushar ekan? Taxminlaringizni yozib ketinglar. Hop. Yaxshi 111. Bugungi kunimiz juda omadli bo'ldi. Bo'lsam oxirgi kun 7-kunga o'tamiz. Qani keti, let's go. Hop do'stlar, biz yana bo'lmasam bugun 7-kunimiz va oxirgi kun. Oxirgi kunda yana hademda 5 ta mingtalik ochamiz. O bizda 7 ming teksa time bor. Agar bugun foyda qiladigan bo'lsak, 10 mingtalik ham ochib olamiz. Hop. Buning uchun bitta 112 tushsa, chota yana hat-trick deyman-da. Postimni ko'rganlar biladi. 3 marta mana tushganda ketmagan. Desa endi. Faqat 111 do'stlar. Hop. 4-chisi 111 tush. Yo'q. 7. Hop, minusga kiryapmiz hozircha. Agar masalan bitta 111 tushib bersa agar, yoki 112 mi? Yo'q. 111 ham, 112 ham tushmadi. Hop, endi biz narsalarni olamiz. Hop, mana kim jo'nadi ekan? Chilvelmi? Da Angliya. Lebe. Alensiya bir raqam hali klub. O'sha hamma narsa baga tekkan Chilwell. Bugungi 3 ta 110. Yaxshi. Va do'stlar, bo'lmasa bizda bir haftalik challenge'imizni ham
tugatdik mana. O'tgan safargi 3000 ta park ochganimiz rosa oshib ketib prosmotrlar, layklar. Buning uchun hammalaringga rahmat. Xo'p, mana bu bir haftalik tugadi. Endi keyingi bir haftalik nima bo'lishini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Xayr, hammaga salom.